Bugun yana survival kuni. Kecha ko'p resurs to'pladim, ha. Gamingus, turing, qishloqqa boramiz. Bugun katta reja bor. Qanaqa reja endi? Kecha endi uy qurgandik-ku. Shu uy hali tayyor emas. Qishloqdagilarni ham tanishaylik. Savdogarlar bilan savdo qilamiz. Mana bu tovuq menga yoqdi. Nomini Bobik qo'yamiz. Bobik tovuqqa? Salom mehmonlar, bizning himoya qiladigan kishi kerak. Iloji bo'lsa sizlar bo'linglar. Bizmi? Biz hali to'g'ri uxlashni ham o'rganmadik-ku. Lekin biz qishloqni himoya qilamiz. Charchadim. Survivalda dam olish degan narsa yo'q, aka. His qilyapsanmi? Kimdir yaqinlashyapti. Bu yerda 5 ta zombi. Qochma. Yo'q, mening sandiqlarim. Hamma narsang portadi, lekin men Bobikni saqlab qoldim. Endi biz haqiqiy bazamizni quramiz. Qishloq tepasida minoralar, uy pastida fermerlar. Va albatta Bobik uchun ham maxsus joy. Ana endi bu joyni survival qishlog'i deb ataymiz. Har kim kelib bu joyda yangi hayot boshlaydi. Doniyor, bu safar jiddiy. Men tayyorman. Bobik ham tayyor. Do'stlar, bu bizning birinchi survival sarguzashtimiz edi. Keyingi qismda endi Drakon bilan jang. Like Obuna va Bobikka like bosing.